Iye? Mirzalimov? Jahon sinfdosh bormisani? Ko'rmaysan, taniysan. Ani sinfdoshlar bilan ko'rishib turibsanmi? Ani Ahmedi Sobir bor, esingdami o'sha bola? Qaysi anu terpilami? Ustoz, bugun Marjon 8:10 da keldi, Azamat esa 8:20 da keldi. Ha, yo'q-e? Keyin o'zim kech keldingiz. Hozir nima qilib yuribdi ekan? Nima qilib yurardi? Yoshlikdagi ishini qilib yuribdi-da. Bo'ladimi, Sobir aka? Ha, yaxshi bo'ladi. Shahardagi 16-kameram bo'ldi. Qochib bo'psanlar menda. Ani Salim esingdami? Qaysi anu kompyutermi? Ketdi 5 konturga. Yo'q, ustoz urishanlar. Ya qanaqa ustoz, Marjon ketdi. Biz darsga ketdik, ko'p o'ynardik. Ustoz urishib beradilar. Ustozlaringga men javob beraman. Yana bitta o'ynaylik, bolalar. Ada sizni o'yin chaqiryaptilar. Yana bitta karta o'ynab borarlar-a? Murodchi Murod, quloqmi? Ustoz, Sobirova kalta kiyib keldi. Nazikov kech keldi. Yo'g'ey, voy malades, o'tir joyingga. Bola darsi boshlaymiz qani? Ustoz Sobirova kalta kiyib keldi, Narziqulova kech keldi. Menga qarab, maktab bitirganim 20 yil bo'ldi. Meni pensiyaga ketganimga 10 yil bo'ldi. Meni uyimga kelib yashayotganingizga 7 yil bo'ldi. Uy ham harakatini qiling-ku, bola. Sen rosa o'qirding-ku, o'qilmadirga erishdingmi? Albatta, Millat umidi universitetiga topshirdim. Universitetda asosiy yo'nalishlardan biri IT, moliya, biznes va ingliz tilini o'qitish. Bu universitetda eng zo'r tarafi qanaqadir biznes g'oyalaring bo'lsa, uni asoslab bera olsang, universitet moliyalashtirib beradi. Universitetni bitirgandan keyin o'zimni katta biznes va qo'ysangchi bunaqa salsada gaplarni. O'qib odam bo'larmiding? Men o'qimasdan ana mashinadan ko'ryapsanmi? Katta odamni olib yuribmi? Oyligi ham dahshat. Bugun birinchi ish kunim. Xo'jayin 5 minutda tushaman deb taqib ko'ring-chi. Mirzalimov. Xo'jayin?